3 xil yangi rangimiz chiqqan. Material MDF bo'ladi. Mana bu qismlari MDF dan ishlangan. Bu galagenlar bemalol shunaqa qilib moslasasiz bo'ladi. Tunuka fon patologlarga juda ham mos tushadi. Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Bugun sizlar uchun yana bir yangilik bilan keldik. Yangilikni ko'rishdan oldin sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, chunki kundan kunga O'rman kompaniyasida yangi lyustralar va bor lyustralarimizda yangi variantlari chiqyapti. Xo'p, demak bugungi yangiligimiz aynan bu high-tech lyustramizda yangi ranglari chiqqan. Avval biz obzor qilganimizda bu ikkita rangi bor edi. Ko'rsalaring bo'ladi. Oq MDFga ugonlilari bittasi qora edi, bittasi kumush edi. Ko'rsalaring bo'ladi. Bular razmerlari 90 ga 90. Endi yangiligimiz nimadan iborat? Bittasi ko'rsalaring 3 xil yangi rangimiz chiqqan. Bularimiz mokri MDF ga qora ugonlilik, mokri MDF ga tilla ugonlilik va mokri MDF ga kumush ugonlilik. Xo'p, bu lyustramiz bo'yicha endi ozroq ma'lumot bersak, materiallari bo'yicha, yoritish tizimi bo'yicha. Xo'p, lyustramiz asosiy materiali MDF bo'ladi. Mana bu qismlari MDF dan ishlangan. Va mana bu qismi esa ugonlilarimiz alyumindan ishlangan. Eng sifatli materiallardan foydalanganmiz. Bu tarafda mana galagenlarimiz bor. Bu galagenlarni bemalol shunaqa qilib moslasasiz bo'ladi. Agar mabodo zarurat bo'lsa. Bu galagenlarimiz aylanasiga 12 ta 7 lik. Ya'ni 7 vatlik. Bu 36 vatlik o'rtada plafonimiz bor. Umumiy lyustramizning ma'lumoti shunaqa. O'zi bu lyustramizni asosan tavsiya qilamiz alkamontlariga va tunuka fon patologlarga juda ham mos tushadi. Mana tepada o'rnatib ham qo'yganmiz. Mana o'rtadagi plafonimiz sariq va oq bo'lib yonadi. Galagenlar yonishini ko'rib turibsizlar. Undan tashqari ham o'zi patologlarga o'rnatishni ham boshlaganmiz. Ularni ham videosini qo'yib ketamiz. Ranglarni o'zi patologiya dizayniga moslab tanlovsiz bo'ladi. Xohlasangiz mana mokriga kumush rangi, mokriga tilla rangi yoki mokriga qora ugonli rangini tanlovsiz bo'ladi. Undan tashqari o'sha avvalgi ranglarda oqqa qora, oqqa kumush. Bemalol o'zingizga yoqqanini tanlovsiz bo'ladi. Xullas bugungi yangilik shundan iborat edi. Agar bu lyustralarimizning narxlari qiziq bo'lsa, quyidagi raqam bilan bog'lansangiz to'liq ma'lumot berishadi yoki showroomimizga tashrif buyuring. Showroomimizning manzili Farg'ona viloyati Satkiy okrugidan Farg'ona aeroport tarafiga ketaverishda o'ng tarafda joylashgan. Xullas quyidagi raqam bilan bog'lansangiz manzilimiz bo'yicha ham lokatsiyalarni tashlab berishadi. Telegramdan yozsangiz to'liq ma'lumot berishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.